Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh bugün 125. numurluk hadisinin babıda mundaqdaydı. Estaizu billah. Ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Sizlarning erişken ilminglar kichikgina ilmga erişdinglar degan oyat haqida. Bu ilmga munosabatli oyat bo'lg'achqa bu oyatning o'zini bab şekilde kullanıp bu yerda. Undaqda bu ayet hem de Allah Subhanahu ve Taala'nın ki nurgun neslerinin balığı. Lekin peygamberlerge ve insanlarga bildirgeni fakat şu neslerden bir zerre chikenligidan bildirdigan bir ayet. Bu ayetninki sebep haqida ulamalar xilma-xil mazmunlarni bayon qilib o'tibdi. Buningdan eng ayetga munosib kelgani Yahudilardan bir turkum Yahudilar Resulullah'ın huzurida toplashibdi-da, qashib berib. Muhammed'in bir ruh haqida, dastlabki zamonlarda yo'qolib ketgan yoshlar haqida, dunyoning mashriq va mag'rib taraflarini aylangan odam haqida, uch şeylerin haqida bir savol so'raylik. Buning hammasiga javob bersimi payg'ambar emas. Javob bermasimi payg'ambar emas. Ba'siga javob berib, ba'siga javob bermasa, mana bu haqiqiy payg'ambar deyishib Resulullah'ın qışığı gelip muşun so'rabdi-da. So'rgandan keyin avval hamda shu yigitlar haqida so'rgan vaqtida sura Kahfdagi mazmun bayon qilinibdi. Bu Alloh taolo buni bildiribdi. Mashriq mag'rib tomonliga borgan odam haqidagi mazmun so'ralgan vaqtida Zilqarnayn qissasini Alloh deb beribdi. Hamda bu Yahudilar ruh haqida so'rgandan keyin Alloh taolo bu yerda Estaizu billah ve yes'alunke anir ruh. Muhammed aleyhisselam sizlardan ruh hakkında soruşudu ular. Desizlar, bu ruh degan mening Xudoyimning xos ishi. Sizlarning erishgan ilminglar bekla oz zarracha deb mushta desizlar degan. Ya'ni mush oyat mushu vaqtda tushirilgan. Bu yerdagi ruhniki bir necha xil ma'nosi bor. Masalan, farishta degan ma'nosi bor. Undan boshqa shu odamning jismini, tinini harakatlantiradigan bir kuch bor. Tinimsiz harakatlantiradigan bir kuch bor. Mana mushu kuchning o'zini ruh deymiz. Ya'ni bu bizning tilimizda jon degan ma'noni bildirdi. Bu ruhning mohiyatini biz bilmaymiz. İnsanlar bununki mohiyatiga yetolmagan. Allohning izni bilan onaning qo'shiqdagi vaqtida bu jon kirdi. Allohning izni bilan belgilangan muddatda yashab bo'lgandan keyin chiqdi. Ne chigini, ne chiqqini inson bilmaydi. Buning nimaligi ekanligini, mohiyatini bilmaydi. Bu xuddi farishtalar dunyosi, insonlar dunyosi, hayvonotlar dunyosiga o'xshash. Ulamolar ruhni bir dunyo degan, bir olam deb qaragan. Undaqda ruh dunyosi Xudoning xos dunyosi bo'ladi. Uning mohiyatini inson tushungi bo'lmaydi. Ya'ni o ko'zi bilan ko'rgili bo'lmaydigan, qo'li bilan tutqili bo'lmaydigan bir ayrim bir olam. Endi yaratilgan dunyo, ko'zimizga ko'rinayotgan dunyo bu xalqiy olam. Ruh amri olamlik bir avval. Şuna xalqiy olamda yashayotgan biz bo'lmish insonlar amri olamdagi narsalarni bilgilmaydi. Yani bu amri olam degan arishning o tarafidagi, ya'ni Xudoning huzuridagi narsalar bu. Undaqda ruh olami Allah Subhanahu ve Taala'nınki xos ilmi ladundagi avvallarniki bir insonniki buning mohiyatini bilish xususiyatini Alloh taolo insonga bermagan. Undaqda bu hadisni rivoyat qilgan kishilar 125 numurluq bu hadis hamda bu İmam Buxoriyning ustozi Qays ibn Habs degan kishi hadis qilib beribdi. İmam Buxoriy bizga Qays ibn Habs hadis so'zlab bergan edi deydi. Qays ibn Habs İmam Buxoriyning xos ustozi. Mush 6 hadis kitoblari ichida İmam Buxoriyning faqat xos yegan ustozida qolgan 5 aylan bu ustozda o'qib boqmagan. Bu kishining ismi Qays ibn Habs ibn Qaqqaq Darimi degan. Abi Muhammed el-Basri kunyasi bilan mashhur. Ulamalar bu kishiga ishonchlik, yaxshi, kerak yo'q degandek yaxshi baholarga erishgan bu odam. 227-yili hijriyaniki. Mush vaqtlarda o'lib ketganligi
xotirlangan. Undaqda bu adam deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalimi o'tdi. Abdulvahid ibn Ziyad degan kishi. Bu kishi deydi bizga A'mash hadis so'zlab bergan edi deydi. Sulaymon ibn Mihran al-A'mash degan kishi. Nashqatim o'tdi bu kishiningki tarjimali. Sulaymon degan bu zot İbrahim Naxai degan ulamo, katta ulamo. Bu kishini rivoyat qildi. Bu kishi Abdullahning ismi bu İbrahim Alqama degan katta muhaddis ayni vaqtidagi. Alqama ibn Qays degan kishi. Bu kishi Abdullah yani Abdullah ibn Mas'ud payg'ambarimizniki buyuk sahobalardan bo'ldi. Bu yerdagi hamda shu A'mash, İbrahim, Alqama deganlar bu bir davrdash o'tgan tabiinlar. Bir davrdash tabiinlar. Yani tabiindan rivoyat qiladi bu yerda. Muhimi Abdullah ibn Mas'ud shunday deydi. Orada men payg'ambarimiz bilan bir ketib o'tatdim deydi. Bir Madinaning xarobiylik yerlarida ketib o'tatdik deydi. Yani bek avat olmagan bir yerda ketib o'tatdik. Rasululloh o'zidagi bir xom yog'chiga kaltikiga yo'lni olgan edi deydi. Bir turkum Yahudilar shu jarayonni o'tdi deydi. Chunki ayni vaqtida Madina bir necha xil toiflardan tarkib topgan. Arablar bor yashaydigan, Yahudilar bor, ahli kitoblar. Bularning shu yerdagi ijtimoiy turmush shundada hamda bir tarafida Yahudilar yashaydi, bir tarafida Arablar yashaydi. Ba'zi qudvoji bo'lgan avvallar bor bu vaqtlarda. Bir-biri deyishyapti deydi Yahudilarning birsiga. So'ranglar anida so'ranglar, ruh haqida so'ranglar deydi. Ba'zi debdi so'manglar deydi. Yahudilarning bir qismi so'rmanglar, chunki u sizlar yoqtirmaydigan ishni ilib kelmaydi debdi. Uning gaplari to'g'ri, because sizlarni mat qiladi degandek mazmunda-da. Ba'zildi debdi, ya albatta so'rab boqaylik-ku, so'rayli debdi. Shuningdek bu Yahudilardan birisi qo'pab dediki, Abul Qasim Rasulullohning kunyasi Rasulullohni. Ya Rasululloh demaydi-da, bu lamda ishonmagan ekan. Abul Qasim ruh degan nima deb Janob Rasulullohdan so'ragandan keyin Rasululloh jim turib ketdi-da. Shu vaqtda men dedim deydi Abdullah ibn Mas'ud azama gapni. Rasulullohga vahiy qilinyapti-da deb. Darhol men Rasulullohning qishini sal qo'pab yangroq o'tdim demoqchi-da. Rasulullah'dan bu vahiy sal ojiganligingizni, ya'ni yo'ruqliq bo'lganingizni, hamda vahiy kelgan vaqtida Rasulullahning kayfiyati boshqacha bo'lib ketdi. Sahobalar chiroyiga qarab biladi hamda. Yani Rasulullah'daki bu ig'irlik sal yo'ruqganingizni demoqchi-da. Payg'ambarimiz dediki, o'sha oyatni o'qib, "Yasalunaka anir-ruh, qulir-ruh min amri robbi." Sendan ular ruh haqida so'rashadi. Ruh mening Parvardigorimning xos ishidir degan. Ularga berilgan ilm to'limi oz, kichikgina degan. Amash deydi, bizning qiroatimiz mush shaklda dedi. Balki buningdan boshqa qiroatlar bo'lishi mumkin bu oyatni o'qigan, chunki mashhur mutawatir 7 xil qiroat va bir rivoyatda 10 xil qiroat mavjud. Chunki ba'zi qiroatlarda va ma utitun o'rniga va ma utu degan qiroatni keltirilgan. Shuning uchun mushtaqdaydi. Endi bu ruh haqida 70 xil qarash bor. Faylasuflarningki qarashi boshqacha. Ondan so'pilarning ko'z qarashi boshqacha. Ondan islom aqliyatchilarininki so'zi boshqacha. Hadisdan olgan buning qarta tushuncha har xil bo'lganda, buning uchun ham Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi kitobi Ruh nomli kitobi bor. Shuni ko'proq murojaat qilgan vaqtimizda yana bir oz tushunishimiz mumkin. Hatto mush badandagi ruhningmi, jonningmi o'rinlashgan tarif haqida turli ixtiloflar bor. Xilma-xil o'xshamaydi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.